Binsino Stroymartda ro'parasi joylashgan 3 ta yonma-yon uyimizdan ikkitasi qoldi, ya'ni o'rtadagisi уже sotilib ketdi. Ulgurib qolishlarga maslahat beramiz. Juda ham ko'p odamlar kelib ko'rishyapti. Sizlar ham bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Yozgi oshxonasi, sanuzel mashina qo'yish uchun bemalol ikkita mashinani sig'dirsangiz bo'ladi. Uyimizning fasadini qaranglar, chiroyligini. 195 ming startoviy chiqarilayotgan uylarimizdan, xudo xolisa, ikkitasi hozir danimada sotuvda. Bunisi tayyor. U birinchisi, xudo xolasa, bir oy nari beri bitib qoladi. Qisqacha hozir ko'rsatib ketaman uyimizning kirishimizda hovli qarang. Mana shunaqa chiroyli hol qilingan. Kirishimizda chap qo'lda oshxonasi, razdvojniy oynali eshik bilan yopilgan, mebellari, texnikalari tayyor turibdi. Podval keladigan bo'lsak, 60-70% podval bo'lyapti. Kotelnisi ham podvalda joylashgan. To'g'ri yuradigan bo'lsak, mana shunaqa chiroyli zal qismi. Qarang. Zo'r chiqqan. Bu yoqda bitta kattagina sanuzel bor, общий birinchi etaj uchun va spalniy xonasi birinchi etaj uchun bo'lyapti. Tepaga keladigan bo'lsa, tepada общий 4 ta xona, bitta master spalniy va bitta общий sanuzel bo'lyapti. Har bitta xona o'zgarishi chiroyli. Kelinglar, ko'ringlar. Любой payt 1 soat oldin telefon qilsangiz, bemalol kelib ko'rsangiz bo'ladi. Hamma dokumentlari tayyor, srazu nomingizga o'tkazamiz va kirib maza qilib yashab bersangiz bo'ldi. Tanishib videoni jo'natib qo'yinglar. Bizdan kutishimiz e'tiborga rahmat. Sog' bo'linglar.